Toza xiyko'l. Xiyko'l tozasi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xayli kech. Ilohim xayli kech bo'lsin. Adashib ketdim. Mashallah. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xayli kech. Mana bugun 4-yanvar 2026-yil. Manga konferensiyadamiz. Manga konferensiyasi aslamda hozirda xiyko'llar boqilmoqda, ko'proq xiyko'l. Bitta velikan ham bor hozirda. Velikan, ya'ni gibrid. Ona velikan toza, ota xiyko'l. 65% xiyko'l bizda hozir. Xiyko'lga o'tyapmiz sekin-sekin xiyko'lga. Avval velikan boqqanmiz. Hozir 100% o'tmoqchimiz xiyko'lga, sababi xiyko'l ona garmoni kuchli ekan, ona suti ham ko'p ekan. Va birinchi tug'ishdanoq bolaga yaxshi qarab ketar ekan. Ba'zi bir quyonlarga o'xshab, ba'zi bir zotlarga o'xshab quyon birinchi tug'ishida bolasini o'ldirib qo'ymas ekan. Qarar ekan. Tavsiya qilamiz xiyko'l boqishlaringni. Men boshida menga xiyko'l yoqmagan. Lelepa bor, Toshkentlik ko'raman, ko'rib kuzatib boraman. Shu videolarni ko'rib boshida yomon gumonga borganman. Ya'ni qanaqa gumon? Quyonni maqtayaptilar. Aytarlar quyon tez semiradi. Suti ko'p derdilar. Men aytadi, bir xil quyon hammasi deb o'ylardim. Velikan ham, hashaki ham pashti bir xil deb yurardim. Keyin velikan boqdim, hashaki boqdim. Haqiqatan velikan zo'r. Mana endi xiyko'lga o'tdim. Xiyko'l haqiqatan maqtagandek bor ekan. Biz ba'da ko'rib bu deyar ekanmiz, lekin haqiqatan boqib ko'rsangiz bilar ekansiz. Masalan, men hashaki ham boqqanman, velikan ham boqqanman, kalif ham boqqanman. Bilaman. Qanaqa o'zgarish bo'ladi, necha oyda katta bo'ladi, necha oyda qo'shiladi erkakka. Samkalar. Xiyko'lda ham mana boqib, xiyko'lni boqqanimga, boqotganimga xudolasa 8 oy, 7 oy bo'lib qoldi. 2,5 oy, 2,5 paytda olib kelganman. Yana 2 oy boqib, keyin bola olish boshlaganman, xudolasa. Toza qonli xiyko'l 100% javob beramiz. 84 kunlik 500 kilo plus samka sotiladi. Bizda sotuvda quyonlar bor, xiyko'llar bor. Xiyko'l quyon olsalaring kam bo'lmaysizlar ekan. Xudolasa bemalol 10 ta tuqadimi, 12 tami bolani boqib olar ekan. Bemalol eslaman. Boqqanda ham bolani pachaq qilib emas ekan. Nimjon qilib emas ekan. Bir xilda. Suti ko'p ekan, mashalloh. Velikandan ham ko'p ekan, hayratda. Bizdan quyon olishyapti hozirda, sotyapti, sotib yo'lga qo'ydik. Olib sotmasdik, tirik quyonni, kam sotardik tirik quyonni. Sababi go'shtimiz, go'sht sotiladi. Biz maqsadimiz go'sht sotish, xalqqa go'sht bilan ta'minlash edi. Sekin talab bo'lgandan keyin o'tdik va sotyapmiz. Mana bugun 4-yanvar bo'lsa, bugungacha 3 ta odamga quyon sotdik. Xiyko'l, faqat xiyko'l olib ketishyapti. Ikkita do'stimiz boqqan oldi, bir do'stimiz velikan qilib boqar ekanlar. Olib ketdilar, sotib oldilar. Madikor quyon qilaman dedilar. Qanaqa desalaring, madikor bir vaqtda qochiladi. Xiyko'l ham, velikan ham qochiladi. Tuqqandan keyin xiyko'l bolasini velikanga olib berishadi. Velikanga xiyko'l qo'yishadi. Sababi xiyko'l bolani yaxshi qarab beradi. Suti ko'p bo'lgani uchun, velikanning bolasi qimmatligi uchun xiyko'l boqib olishadi. Velikan o'zi boqadigan bo'lsa, velikan o'zi suti yetmas ekan bolalariga va yaxshi qaramas ekan. O'shaning uchun matyorni chetamizni olib ketishdi. Alloh barakasini bersin ularga. Niyatlarga yetsin. Ko'p gapiramiz. Bizda quyonlar sotuvda bor, xiyko'llarimiz bemalol bizga aloqa chiqarasizlar. Manzilimiz Farg'ona shahar o'zi joylashgan bo'lib, Yormazorda, ya'ni Boltako'l Barxona tomonda joylashgan bo'ladi. Bemalol aloqa chiqarasizlar bizga, quyon bor. Xiyko'l. Ishonchli, sog'lom. Qo'lda ushalmaganda shayton. Bemalol bizga aloqa qiling, quyonlar bor. Narxlarga keladigan bo'lsak, narxlarini talashaman deganlarga 300 ming aytamiz. Bo'lishi 250 ming so'm sotyapmiz. 2,5 oylarini 250 ming so'mdan. Undan yuqori oylari narx ko'tarilib ketaveradi. Hozirda bizda narxlari 2,5 oylari bor. Salkam. Beslari 2,5 kilo atrofida, plus minus. Qaysi birida 2,5 kilo, qaysi birida 2 kilo 400 samkalar bor. Toza qon javob beramiz, bizga aloqa chiqinglar. Sog' bo'lasizlar, like bosib qo'yamiz.